Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu videoda sizlar bilan yurak urishlari sonini va ritmini aniqlashni ko'rib chiqamiz. Yurak urishlari sonini hisoblashning bir necha usullari mavjud. Shulardan biri katakchalar usuli hisoblanadi. Bizda har bir kichik katakchaning davomiyligi 0,04 sekundga teng edi. Har bir katta katakchaning davomiyligi esa 5 ta kichik katakchaning yig'indisi 0,2 sekundga teng. Yurak urishlari sonini biz RR orasidagi katakchalarni hisoblash orqali topamiz. Quyidagi ko'rib turgan RR oraliq masofadagi katakchalar soni 4 ta katta katakcha va 1,5 ta kichkina katakchaga to'g'ri keldi. Bu degani RR orasidagi masofamiz 4 ta katta katakchada joylashgan 20 ta kichkina katakcha va 1,5 ta alohida kichik katakcha bilan birgalikda 21,5 ta kichkina katakchadan iborat. 21,5 ta kichkina katakchaning davomiyligi esa 0,04 sekundga ko'paytirsak 0,186 sekundga teng bo'ldi. 0,186 sekundni 1 ga nisbat qilib olsak 1,16 chiqdi. Bu degani bizda yuragimiz 1 soniyada 1,16 marta qisqaryapti degani. 1 minutda 60 sekund mavjud bo'lganligi uchun 1,16 ni 60 ga ko'paytiradigan bo'lsak 70 ta, ya'niki 1 minutda yuragimizdagi qisqarishlar soni kelib chiqadi. Buni osonroq hisoblashimiz uchun 60 ni 0,86 ga to'g'ridan-to'g'ri bo'lib yuborsak ham bizda 1 minutda yuragimizdagi qisqarishlar soni kelib chiqadi. Yurak qisqarishlar sonini hisoblashdagi ikkinchi metod 300 qoidasi deb ataladi. Bu usulda har bir katta katakchamizdagi qisqarishlar soni 300 ta deb olinadi. Shunda RR orasidagi masofa ikkita katta katakchaga teng bo'lsa, 300 ni 2 ga bo'lamiz, 150 ta qisqargan bo'ladi. Agar 3 ta katta katakchaga teng bo'lsa, 300 ni 3 ga bo'lamiz, 100 marotaba qisqargan bo'ladi. 4 ta katta katakchadan tashkil topgan bo'lsa, 300 ni 4 ga bo'lamiz, 75 ta bo'ladi. Xuddi shu tarzda 300 ni 5 ga bo'lsak 60 marotaba. Agar 6 katta katak bo'ladigan bo'lsa, 300 ni 6 ga bo'lsak 50 marotaba qisqargan bo'ladi. Bu usul qolgan usullarga nisbatan eslab qolishga va hisoblashga anchagina oson usul hisoblanadi. Endi 10 sekundli ritmogrammadan foydalanib, yurak qisqarishlar sonini hisoblab ko'ramiz. Bizda 10 sekundli ritmogrammamizda jami 15 ta QRS kompleks mavjud ekan. Bu degani yuragimiz 15 marotaba qisqardi. Endi 1 minutdagi qisqarishlar sonini aniqlash uchun shu 15 ni 6 ga ko'paytirib qo'yamiz, ya'niki 90 ta. Bizning yuragimiz 1 minutda 90 marotaba qisqaryapti ekan. 6 ga ko'paytirishimizga sabab 1 daqiqamiz 60 sekundga teng. 60 sekundning ichida esa 6 ta 10 sekundlilik mavjud. Shuning uchun 15 ni 6 ga ko'paytiryapmiz. Endi sizlar bilan bo'lmacha titrashida pulslar sonini hisoblashni ko'rib chiqamiz. Bo'lmacha titrashi bo'lmachada joylashgan ektopik o'choqdan re-entry mexanizmi bo'yicha impuls ishlab chiqarish natijasida yuzaga keladi. Bunda bo'lmachalarimiz 250-350 tagacha qisqarishi mumkin. Endi bo'lmachamiz necha marotaba qisqarayotganini hisoblab ko'rsak. Buning uchun bitta partichaning davomiyligini aniqlaymiz. Bizda bitta partichamiz bitta katta katakchaga to'g'ri kelyapti. Bitta katta katakchaning davomiyligi 0,2 sekundga teng. 1 minutda bo'lmachamiz necha marotaba qisqarayotganini hisoblashimiz uchun 60 ni 0,2 sekundga bo'ladigan bo'lsak, bizda 300 ta chiqdi. Demak, bo'lmachamiz 1 minutda 300 marotaba qisqaryapti. Endi bo'lmacha fibrillatsiyasida qisqarishlar sonini aniqlashni ko'rib chiqamiz. Bo'lmacha fibrillatsiyasi bo'lmachada joylashgan ko'plab mayda ektopik o'choqlardan impuls ishlab chiqarish natijasida yuzaga keladi. Bunda bo'lmachalarimiz 350-450 tagacha qisqarishi mumkin. Ritmogrammaga ahamiyat beradigan bo'lsak, partichalarimiz betartib holatda namoyon bo'lyapti va ularning soni juda ham ko'p. Bunday holatdagi partichalarning sonini aniqlashning iloji yo'q. Shuning uchun ham bu bo'lmacha fibrillatsiyasi deb ataladi. Bo'lmacha fibrillatsiyasida partichalarimiz xuddi shu holatda, to'lqin holatda namoyon bo'ladi. RR oralig'imiz esa noregulyar bo'ladi. Normada RR tichalarimiz orasidagi masofa bir xilda bo'ladi va bu ritm bizda regulyar ritm deb ataladi. Agar RR tichalarimiz orasidagi masofa har xil holatda keladigan bo'lsa, bu ritm bizda noregulyar ritm deb ataladi. Noregulyar ritmdagi tichalarimizning o'zgarishini ko'rib chiqsak, bunda partichamiz musbat holatda ham, manfiy holatda ham kelishi mumkin. QRS kompleksdan oldin partichamiz manfiy holatda kelsa, impuls bo'lmachadagi ektopik ritmdan yoki AV tugunining yuqorisidagi ektopik ritmdan ishlab chiqarilyapti deb gumon qilsak bo'ladi. Noregulyar ritmlarga misol GIS blokadalari bo'lishi mumkin. GIS blokadalarida impulsning qorinchalarga o'tishi qiyinlashadi va shuning uchun bizdagi QRS kompleksimiz davomiyligi uzayadi.
Bizda qorincha ekstrasistoliyalari ham noregulyar ritmga misol bo'la oladi. Ko'rib turganimizdek, ritmogrammamizda QRS kompleksining davomiyligi uzaygan va QRS kompleksdan avval tichamiz mavjud emas. Bundan tashqari, 3-darajali AV blokada ham noregulyar ritmga misol bo'la oladi. 3-darajali AV blokadada AV tugunimiz impulsni to'laligicha qorinchalarga o'tkazmaydi. Buning natijasida bizda tichamiz mavjud bo'ladi, ammo QRS kompleksimiz vujudga kelmaydi. Umumiy qilib takrorlaydigan bo'lsak, R orasidagi masofamiz bitta katta katakchaga to'g'ri kelsa, yuragimiz 300 marta, ikkita katta katakchaga to'g'ri kelsa, 150 marta, uchta katta katakchaga to'g'ri kelsa, 100 marta, to'rtta katta katakchaga to'g'ri kelsa, 75 marta, beshta katta katakchaga to'g'ri kelsa, 60 marta, oltita katta katakchaga to'g'ri kelsa, 50 marta qisqarar ekan. Noregulyar ritmlarda bizda ticha yoki QRS kompleks kuzatilmasligi mumkin ekan. Yurak qisqarishlari sonini aniqlash va ritm haqida bilishimiz kerak bo'lgan asosiy ma'lumotlar shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling.